Evet, hammaga assalomu alaykum. Boshladik. Bu bizda operatsiyamiz jigarli qurti. Jigar mana diafragmaga yopishib olgan. Mana oppoq bo'lib, qurtni ichi ko'rinib turibdi. Hozir buni sekin ajratib olib, keyin qurtni tozalashga o'tamiz. Buni ochdik. Ochgan ichida mana qurtni tovuqlar. Mana qilib so'rib olamiz. İçi boşluk. Qurtni ichini spesialniy atsos bilan so'rib chiqaryapmiz. Bo'shab qoldi, boyagi katta naycha yo'q edi. Mana shu qopi, hozir qopini olishga harakat qilamiz. Qurtini olib tashladik, ichidan tozalab tashladik, yopishib ketgan ekan juda qattiq. O'rni bo'shliq bo'lib qoladi. O'rni bo'shliqni naycha bilan to'ldirib qo'yamiz. Shu naycha ichidagi qolgan qutgan narsani suvlarini chiqarib turadi. Bu uzoq vaqt turadigan naycha.